Uzun uka va kalta aka. Shu payt ham yurmay qoladimi? Tush yetar. Belim og'riyapti-yu aka. Beli og'riyotgan ekan deb bo'lmasa o'zi itarardi. Gazni bos, gazni. Etsangiz olib berardim-ku. Etmayman. Boshqa qilma. Borasan, gulni berasan, seni yaxshi ko'raman deysan, bo'ldi. Nima muammo? Ha, ana. Nima ana? Mendan kichkina uka menga aql o'rgatyapti. Sallayapti yana meni. Men seni o'rtog'im emas, sallamasin. Sallamasat, o'rtog'im-u. Aka, zaryadkaz berib turing, telefonim o'chib qoldi. Qattan men senga berib turaman. O'zimni kutibdi, ko'rmayapsan. Hozir bozorga bormayman-ku. Bu joyga borib olishing shart emas. Mana uzun marketdan zakaz qilib. Hazırlaştım. Men. Ha, yaxshimisiz? Onam aytgan sevish degan qizsiz sizni? Dadam ham bo'laman. A, bular kimlar? Singlim, mani bir o'zimni qo'yib yuborolmaydi. Yaxshimisiz aka? U tushunasiz, qiz bolani bitta o'zini qo'yib bo'lmaydi. Hozir zamon boshqacha. Sizlar bemalol aylanaveringlar. Eshitishdaman shu yerdaman. Men qarang, singlim, mabodo bo'y uzun bola yoqmaydimi?